O'zgidromet barcha fuqarolarga tezkor axborot e'lon qildi. O'zbekistonda 30 va 31, ya'ni bayram kunlari, dam olish kunlarida qor yog'adimi? Fuqarolar tezda xabardor bo'ling. Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar, tezkor yangiliklardan birinchilardan bo'lib xabardor bo'lishni istasangiz, videorolik ostiga like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Like bosgan insonni Xudoyim doim qo'llasin. Diqqat qiling, 30 va 31 dekabr kunlari respublikaning aksariyat viloyatlarida asta-sekinlik bilan yomg'ir yog'adi. Shimolda qorga aylanadi. Faqat Farg'ona vodiysi viloyatlarida yog'ingarchilik kutilmaydi. 30 dekabr kuni havo harorati pastlashda boshlaydi. 31 dekabrda kelib esa harorat 5-10 daraja atrofida bo'ladi. 1-2 yanvar kunlari O'zbekiston bo'yicha asosan yog'ingarchiliksiz ob-havo kuzatiladi. Faqat Surxondaryo viloyati va Farg'ona vodiysi viloyatlarida 1 yanvar kuni ba'zi joylarga biroz yomg'ir yog'ishi mumkin. Harorat kunduzi 1 yanvarda 3-8 daraja, 2 yanvarda 8-13 daraja bo'ladi. 3-4 yanvar kunlari respublika hududiga nam va nisbatan sovuq havo massalari kirib kela boshlaydi. 3 yanvar kuni ba'zi kunlarda, 4 yanvar kuni esa kechki tomon ertalab respublikaning ba'zi joylarida yog'ingarchilik, yomg'ir qorga aylanishi mumkin. 4 yanvarga kelib kunduzgi havo harorati asta-sekin 0,5 darajagacha pastlaydi. Respublika bo'yicha ba'zi joylarda ayrim kunlarda shamol tezligi 13-18 metr/sekundgacha kuchayishi mumkin. Ba'zi joylarda esa tuman tushadi. Tog'li hududlarda vaqti bilan asosan qor ko'rinishidagi yog'ingarchilik kuzatiladi. Ayrim joylarda kuchli bo'ladi, qorga aylanishi mumkin. Toshkent shahrida dushanba kuni yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat 15 darajagacha iliq bo'ladi. 30 dekabr kuni biroz yog'ingarchilik bo'lishi mumkin. Harorat kunduzi 11-13 daraja bo'ladi. 31 dekabr kuni vaqti bilan yomg'ir yog'adi. Havo harorati 8-10 daraja bo'ladi. 1-2 yanvar kuni yog'ingarchilik kutilmaydi. Kunduzgi harorat 1 yanvar kuni 0,5 va 0,7 daraja. 2 yanvar kuni esa 11-13 daraja issiq bo'ladi, deyilgan xabarda.